Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun xudo xolasa CapCut haqida gaplashamiz, ya'ni CapCutni Pro versiyasini qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi, kompyuterda ham, telefonda ham. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, men sizlarga telefondagi bitta zo'r fishkani aytib ketaman. Juda ham foydali bo'ladi, ayniqsa telefonda montaj qilib turganlarga. Hozir endi kompyuterda montaj qiladiganlarga ko'rsatib ketaman. Kompyuterda ham montaj qiladiganlar juda ham ko'p. Xo'p, demak biz nima ochdik? Proyektimizni ochdik. Mana bu yerda juda ko'p narsalardan foydalandik. Bu yerda mana o'zimizda videoyimiz bor edi. Bu videoni men qo'yganman. YouTube'da buni qanday tayyorlashlik videosi bor. Hozir silkasi chiqadi chetda, bemalol olib ko'rishlaringiz mumkin. Endi nima haqida o'rgatilgan, mavzu berilgan va mavzudan prompt yasaladi va o'sha promptdan shunaqangi videolarni va videodagi rasmdagi xatolarni ham o'sha yerda kommentariy qilib ketganman, to'g'rilab tushuntirib ketganman. Bemalol kirib ko'rsangiz bo'laveradi. Yaxshi tarafi endi tayyorgina promptlar bor. U promptlarni sizlar ChatGPT ga, Cloud AI ga tashab turib, yana boshqatdan generatsiya qildirsalaring, oddiygina ertaga bitta promptdan yana 10 ta qilib chiqarsa bo'laveradi. Lekin yerda mavzular juda ham ko'p. Mavzularda tashlaysizlar, o'sha mavzuga qarab sizlarga kamida 10 ta 20 ta promptni o'zi ChatGPT tayyorlab beradi. Bo'lmasam hozirgi darsimizda boshlaymiz. Hop, darsimizda mana ko'ryapsizlar, hamma Pro versiyalardan foydalanganmiz. Pro versiyalar o'zi aslida CapCutda oldin bo'lmagan, keyinchalik buni pulli qilingandan keyin oddiy misol mana bu yerda subtitrasi bor. Subtitr ham oldin bepul bo'lgan, lekin endi hozir majbur pulli qilib qo'ygan. Hozir qachonki bundan foydalanmoqchi bo'lsangiz, sizda Pro versiya bo'lishi kerak. Endi mahsulotni sotishlikdan marketing bu, to'g'ri tushunamiz ularni ham. Demak, nima bo'lsa ham, hatto bizda mana bu yerda kristal bo'lsa, bu o'shalarga pro versiyali bo'ladi. Hatto stikerlarda ham bu pro versiyasi bor. Mana stikerda olsangiz, stikerlarda ham shunaqangi kerak bo'lsa, zvuklarda ham bor, kerak bo'lsa tekstlarda ham bor. Hammasida bor bu narsa, effektda ham bor, filtrda ham bor. Hammasida shunaqangi kristallik, ya'ni pro versiyaga ishlatiladigan narsalar bor. Hop, bo'lmasa subtitramiz tayyor bo'ldi. Ko'rasizlar, bu yerda matnni subtitraga tayyorlab olinsa, zo'r tarafi shablondan foydalansa bo'ladi, lekin bu siz imkonsiz. Misol uchun mana oddiy mana tekst bu. Oddiy tekstga e'tibor beringlar, effektdan foydalansa bo'ladi, lekin shablon chiqmaydi. Xo'p, effektdan foydalansa chiroyli matn, mana chiroyli matn bo'ladi bu ham. Lekin mana buni ichida ham bor aslida-ku, mana kristal, ya'ni pro versiyaniki. Hop, endi mana bu subtitraniki qanaqangi bo'ladi? Bu yerda misol uchun olasiz, mana bu yerda shablonga o'tasiz. Men har doim foydalanadigan bu o'zimniki. Misol uchun mana shuni tanlab turib qo'ysak, e'tibor beringlar, videomiz qanchalik o'zgaradi. Buni xohlasalaring, mana bu yerda o'zi o'chirib qo'y. Agar o'chirib qo'ysa alohida bo'ladi, lekin yoqib qo'yilsa, avtomatik subtitr qilganda hamma matnlarga ta'sir qiladi. Misol xohlagan ishlashi mumkin. Mana shu ikkitasi menda juda nimada turadi? Zametkada turadi mana. Bular ham zo'r. O'shalarga ko'rgan bo'lsalaring, nimalarda chet elda qanaqangidir videolarida, shortslarida mana shunaqangi matnlardan foydalanadi. Bular o'sha pro versiyaniki hisoblanadi. Hop, bo'lmasam bizga hozir buni kerak emas, o'chirib yubordik. Demak, hamma narsamiz tayyor. Bularni tayyorlab bo'lganimizdan keyin o'sha proyektimizda ishlatilgan hamma detallarni, hamma hammasini ushlaymizda mishkani o'ng tarafini bosib turib, bularni klip qilamiz. Mana zborni klip qildik. Demak, zborni klip bo'lgandan keyin nimani ishlatgan bo'lsak, hammasi ichiga kirib ketadi. Buni endi bundan keyin o'zgartirib bo'lmaydi. Qilib bo'lingandan keyin video bo'limiga o'tamiz tepada. Eng pastiga tushsak, mana bu yerda razmitsiya ekran degan joy bor. Shunda mana 100 turadi, buni 0 qilamiz. Bunda mana bu yerda ko'rib turasizlar, 100 bo'lish kerak. Endi bu yerda sekin tezligi sizlarning videolaringga bog'liq. Videolaring agar uzun bo'lgan bo'lsa, sal vaqt oladi, kutib turasizlar. Bizga hozir kichkina bo'lgani uchun tezda bo'lyapti. Mana 100 bo'ldi. 100 bo'lgandan keyin endi nima qilamiz? Windows R ni bosamiz. Windows R dan bosganimizdan keyin mana bu yerga appdep deb yoziladi. Endi men oldin bundan foydalanib turganim uchun qolgan. Sizlar ham hozirga yozib qo'ysalaring, keyingi safarga shu Windows R ni bossalaring, shu okno chiqadigan bo'lsa, oxirgi berilgani qoladi. Misol uchun update yozasizlarda, hop, update dan keyin OK deb bosganingizdan keyin bitta papka ochiladi. Lokalda bosamiz. Ichidan CapCut izlab CapCutga kiramiz, user date qilamiz, keyin cache ga kiramiz va bu yerdan motion degan papka bor mana, motion blur. Mana shuni ichiga kirsak, mana bu yerda endi oxirgi montajda ishlatganimiz turadi. Misol uchun vaqtiga qaraysizlar, 24 da 2 ta qilingan ekan, chislosiga qaraymiz, oxirgisi 11:49 da bo'lgan ekan. Bu kichkinasi olinmaydi, buni kattasi olinadi, 47 megabaytligini. Hop, sahnamizga tashlaymizda, bundan oldingini o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi, endi eksport qilgan bo'lsak, vola, bizda hech qanaqangi proni so'ramayapti. Bu yerda o'sha o'zimiz xohlaganday qilingan. Biz hozir eksport qilsak, ichidagi yana nimalarni ishlatgan bo'lsak, mana bu yerda ko'rdinglar, shablonlargacha ko'rdilaring. Nimalarni ishlatgan bo'lsak, bu yerda hozir effektlar ham bor, perihodlar bor. Hammasi pro versiya so'raydigan funksiyalar hisoblanadi. CapCutdan hozir chiqib ketadigan bo'lsak, sahnamiz saqlanadi bo'lib qoladi-ku, saqlanadi. O'shaning uchun nima qilamiz? Bu yerdan biz Ctrl Z yoki mana bu yerda orqaga qaytishlikni bosamizda va bizni ishimizdagi oxirgi
oxirgi ish jarayoniga qaytamiz. Oxirgi ish jarayoniga qaytamizda va mana shundan keyin chiqib ketamiz. Nimaga? Chunki hozir bundan chiqib ketsak va montajimizdan qanaqangidir xatolar bo'lgan bo'lsa, yana qaytib kirib shularni to'g'irlashlikka shunaqa qilib chiqib ketiladi. Agar hozir o'sha razmitiy ekrandan keyin papkadan tashalganligidan eksport qilib chiqib ketganimizda ichiga kirsa usha qolardi va orqaga qaytsak qaytmas edi. Shuning uchun ham orqaga qaytamizda, keyin nima qilamiz? CapCutdan chiqib ketamiz. Shunda bizda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. O'zgarish kerak bo'lsa, kiramizda o'zgartiramiz. Bo'lmasa hozir kompyuterdagi bo'ldi. Telefondagina aytadigan bo'lsak, telefonda men sizlarga montaj qilishni ko'rsatmayman, qanday qilib uni to'g'rilashni ko'rsatmayman. Men sizlarga telefon versiyasini tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga kirsalaring, o'sha yerda telefon versiyasi turadi. Uni sizlar o'rnatishdan oldin o'zlaringdagi telefondagi CapCutni o'chirasizlar va uni o'rnatasizlar. Qachonki o'sha CapCutni update qilib qo'ysalaring, Pro versiyaniga cracker o'chib ketadi. Yana o'sha telefonlaringni o'chirasizlar CapCutni va yana boshqatdan установка qilasizlar. Demak, u CapCutni установка qilgandan keyin update qilmanglar. Bo'lmasam darsligimiz tugadi do'stlar. Like'larni bosinglar, kommentariylarda ayamanglar, yozinglar, jicha qo'llab-quvvatlab boringlar, chunki sizlarning podдержкalaring bilan videomiz rekomendatsiyaga chiqib ketishi mumkin. Men bundan oldin tahlil videolar qilib turganimda yaxshi prosmotrlar bo'lib turgan edi, lekin AI darsiga o'tganimda prosmotrlar tushib ketdi. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, majbur AI darsliklar qo'ymaslik kerak bo'ladi, chunki prosmotr tushib ketsa, kanalda qandaydir rekomendatsiyasi yo'qolib qoladi. Chunki menda AI darslargacha yaxshi bo'lib turgan edi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turinglar. Agar qo'llab-quvvatlasanglar, videolarimiz rekomendatsiyaga chiqib qolsa, biz yana davom etaveramiz. Bundan keyingi yana bitta yaxshi darslik bor. Unda nima bor? Unda 100% videolarda tekin generatsiya qilingan AI bor. Hozir shu AI chiqdi. O'shani men sizlarga obzor qilamiz, tahlil qilamiz, videolarda shu yerda generatsiya qilib ko'rsatib beraman. Faqatgina o'sha sal podдержка qilishlaring kerak. Bo'lmasa keyingi darsda ko'rishgungacha sog' salomat bo'linglar.